Assalamu alaikum qadırdan көрермелі. Сілердің дықтыңларға Қазақстан ұйғырлары каналдығы хабарлар программасын авал қылымыз. Озырыңларға Қазақстан ұйғырларға мұнасабатлы кеңлікларны сынмақчымыз. Сілер біле хабар бөлімінің жүргізгішілері Шахниза Әзіз қызы ве Айсежан Адылжан оғлы. Сәмми хабарлар біздің каналымызда. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Айсежан Адылжан оғлы и Шахниза Әзіз қызы. Здесь делают честные новости. В Республиканском доме дружбы города Алматы прошло мероприятие Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, посвященное Дню учителя. В мероприятии приняли участие руководители областных организаций образования, учителя и ветераны педагогического труда. Подробности в нашем репортаже. Yoşurluğun yok, ben meşehede dağıl etme, memleketin altını koyma, devletin altını koyma. En küçük işlerden merkez Cumhuriyet merkezine. Kazakistan'daki 5 kirgen en küçük gezi maqtanım emas, maqtanım o. O işin avazı gezdi taşıyıp oldu. Ama şundak işlerler, sizler bu anlık adamlar yol koymuşsunuz gerek. Muallim degan kasb u faqat nomi emas, har bir ustoz uni o'ziga berilgan bir unvon deb bilish kerak. Sonni men Shamshidga o'tkazyapman, 52 yil tekshiramiz. Agar sal bo'lsa maqtaymiz. Agar mushu sandan tushib qolsa, sayaqlikda. Hakikaten bugün ben nəhayət çox təsirat aldım. Oxucuların uxtuğu, bu müəllimin uxtuğu deməkçi, mən şu özümün oxucularımın uxtuğu nəticəsində Maarif ministrininki mükafatı bilan təqdirləndim. Endi şu mərasimdə şu analitikалық mərkəzininki rəis bo'lib bir yil davomida ishlagan Karlen Məxberov məni ötküzüb bədi. Endi bizning asosiy maqsadimiz şu o'qitish Uyg'ur tilida yurgizilgan maktablardagi bolalarning sonini ko'paytirish. Aşılarınki bilim sübütünü, bilimge boğan iştiyakını oygutish maqsadida qurilgan merkezde. Endi Allah buyursa, şu muallimler bilen her bir mahalliniki yigit başları, hanım kızlar, men Maarif jonkuyarlar hamkorlashib, birlashib ishlaymiz degan umidimiz bor. Xudoyim buyursa, şu bugungi 16823 balani sonini tushamay, balki mumkin o'stirib, kelajakda o'sha hammamiz birlashib, hamkorlashib ishlaymiz degan umidimiz bor. Oyumuz var, rahmet. Her kaçan mındak boş tuğan meyvesi yok derek taşıtılmaydı. Kancı derek meyvelik olsa, onundan halk faydası çıktıysa, nahit yaxşı işler kılınsa, şu vakta o derek taşıtıldı. Ben deyim bana Cumhuriyet Öğretim Medeniyet Merkezi günü kurulmaz. Her gün bir çağrı tedbiri ötüyordu. Yani Uygur Avaz gezdi olsa, bizning milli matbuatımızın karvan bir süpütede barlık yangi bizning sahalarimizni keng tashviq qilib, barliq ishlarimizni yoritib, bizningki jonkuyarlarimizning emgaklarini baholab, yaxshi ishlarni qilyotdi. Shunglashqima, mushu mushtar to'plash vaqtida endi kichkina aql parasti ancha durust kelmaydigan, sana sezimi sal töven odamlar mushu mushtar to'plash vaqtida Uyg'ur ovozini ayblab, Uyg'ur ovozining rahbarligini ayblab, har xil gaplarni taqityotdi. Endi bu 2-3 odamning ishi bilan bizning gazetimizdan kechib ketadigan o'qirman yo'q deb o'ylayman. Fursatdan foydalanib, bizning gazetimizning mushu 16 mingdan ishiga barliq kuch-g'ayratni sarf qilgan bizning markazlarimizga, hürmetli yigit başlarımızga, hanım kızlarımızga ve başka jonkuyarlarimizga Uyg'ur Ovozi Gazet kollektivi nomidan chin qalbimdan minnatdorlik izhor qilib, har qanday qarshi ishlarga qaramay, to'salg'uqlar qaramay, tartilayotgan asossiz fitna fasatlar qaramay, Uyg'ur ovozlarining mushtirlasani bil 16 mingdan eshib ketadi degan umidimni aytmoqchiman. Aldı bilen sizlarning programmalarga özüm şəxsən chin ko'nglimda rahmetimni bildirman. Çünki Germaniyadan
kelishdim burunlam sizlarniki YouTube kanallarga ergashgan. Shuningdan sizlarning YouTube kanallar orqali men nurg'un uchurlarga ega bo'lib, Qozog'iston kelgandan boshqa mishadagi o'qituvchilarimiz bo'lsin, ustozlarimiz haqida va yoki Mişe Almatodiki Uyghur jamoatchilik haqida azdır köptür uçurlarga ega bo'lgan bo'ldim. Shunga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Endi bugungi majlisga nisbatan o'zimning ta'sirotini so'zlasam, mushundaq bir majlisda menmo shu o'rindan bir kishilik o'rnimni topganimdan va xush bo'ldim. Qatnasha olganligimdan ham bek suyundim. Chunki ma'rif bilan ma'rif madaniyat sapa bu uchisi hammasi bir-birisiga bog'lanishliq deb o'ylayman va ma'rif sistemamiz bilan o'zimizniki shu madaniyat tadqiqotini, madaniyatimizni birlashtirgan vaqtimizda kelajagimiz texim parlaq bo'ldi deb o'ylayman. 23 yıl hayat geçirsimi, halkımızın kalp törüdün ornu egilgen inqilab şair Lutpullu Mutalib'nin 100 yılığı onun tuğulgan juti çoğ Aqsu'da nişanlandı. Milletperver şairinin çoğ toyu Cumhuriyetlik Uygurlar Birleşmesi'nin uyuşturuşu hem şair yurttaşlarının qollab quvvetleş bilen bolup ötdi. Toğulğırak bizning reportajda. Ақын шын жүрегімен сол заманның қарама қарсылықтарын көрген, оның кемшіліктерін жоюға күрескен. Мектеп дәуірлерде оның ijadeti keng o'rin olgan. Bugün biz Uyg'ur nayasi qarashliq Cho'ng Aqsu yesida inqilab shoir Lutpullo Mutalibning 100 yillik tavalludiga bag'ishlangan ishchara kelib o'tiramiz. Ushbu ishchara Uyg'urlarning Cumhuriyetlik Birleşmesi tarafidan o'tkazilib, nurg'ulg'an Cho'ng Aqsu fuqarolarini o'z maydoniga chiqdi. Elbette bu aşındaq xalq içindən çıxan münəvvər farzandlarning şundaq şəxslərniki, ulug' şəxslərning hayatı, ularning жүргізген iş fəaliyyəti, ijadiyəti deylik. Ular hamısı şu bizning yosh avlodga bir ulgu bo'lib hisoblanadi, ulgu namuna. Shuning uchun biz ularning xotirasini har doim abadiyləştirishimiz kerak. Ularning yazgan, qaldırıp ketken mirası, ijadiy mirası, hem başka faaliyetleri hemmisi şu bizim yaş avlodga ulgu. Shuning uchun har doim ularning xotirasini biz avloddan avlodga yetkazib turishimiz kerak. Ular unutilmas kerak. Chunki ular xalqning o'zi. Xalqning qanchalik darajada xalq ekanligimizni ko'rsatgan bizning shu ulug' shaxslarimiz. Ulug' mutafakkir bayqi adiblarimiz. Mana shundaq, shuning uchun shundaq marosimlar har qachon uyushtirib turish kerak. Yoshlar unutilib qolmas uchun hozirgi yangi zamonda nurg'un o'zgarishlar bo'lyotdi-ku. Shuning uchun ular unutilib qolmaslik uchun o'zimizning milliy urf odati, o'zimizning xalqimizning ichidan chiqqan shundaq ulug' adiblarni unutmas uchun shundaq marosimlarni o'tkazishni nihoyat ahamiyatli. Ras endi Lutpullo Mutalib asli Aqsuda tug'ildi, keyin u yoqqa Nilqada o'tib shu yoqdagi vaziyatning hammasi Lutpullo Mutalibning shaxsiyati shakllanishiga, shu dunyoga bo'lgan ko'z qarashiga ta'sir qildi. Albatta endi u vaqtlardan vaziyat har xil u yoqda bayqi feodal qalaqliq bor. Çankayşining davri, undan keyin Gomindan chiqdi maydonga. Bularning hammasi Lutpullo Mutalibniki shu bir ijtimoiy siyosiy ko'z qarashining shakllanishiga bir ta'sir yetkazdi. Meningcha Lutpullo Mutalibniki shu faoliyatiga, ijodiyatiga bir taraflamlikla qaragan u durust emas deb o'ylayman. Lutpullo Mutalib u xalqning shoiri. U
халықның тағдырын ойлап, өзінің тағдырын әш халықның тағдыры бағылайды да әмде. Шуның үшін bir tarafını komünist tarafta ya olmasa Gomindan tarafta deb aytishga bo'lmaydi. Chunki xalq tan bo'lgandan bu pul mutalib xalqning saodati, baxt saodati, yaxshilikqa yetish uchun xalqni shu o'zining bir erkin, azod, saodatga yetishini armon qilgan deb o'ylayman men. Shuning uchun men bir taraflimni qaramayman. Endi ko'pligi elada ba'zida bir yoqqa tortib ketadi, ba'zida bu yoqqa tortib ketadi, ashtaq qo'ndi. Vaziyatga qarabmi ba'zida foydalanadigan ishlar bor. Более года назад в селе Чунжа Уйгурского района состоялось переименование центральных улиц. Улица Кентала Исламова была переименована в улицу Аль-Фараби, улица Нуршидина Апазова была переименована в улицу Абая, а улица Абдуллы Рузбакиева ныне стала улицей Мукагали Макатаева. Прислушавшись к требованиям местных активистов, акиматом было принято решение дать имена Исламова, Апазова и Рузбакиева улицам в новом микрорайоне. Как сейчас выглядят эти улицы, расскажет наш репортер Шахзат Асым. В Уйгурском районе увековечена память не только таких выдающихся личностей, как Лутфулла Муталиб, но и деятелей, которые внесли огромный вклад в развитие района. Подобной чести удостоились такие люди, как Кентал Исламов, Абдулла Рузбакиев, Нуршидин Апазов и другие видные представители района. Однако большим разочарованием стало то, что улицы, названные в честь Кенталя Исламова, Абдулла Рузбакиева и Нуршидина Апазова, за год так и не были застроены домами, не говоря уж о дорожных условиях. Возникает резонный вопрос, когда же улицы, названные в честь людей, посвятивших жизнь развитию района, будут облагорожены? Возможно ли здесь такие элементы культуры, как скверы и памятники? Ведь молодому поколению так важно знать истоки. Bir yıldan artıq vaqt ilgari Uyghur nahiyəsinin hakimiyyətlik mərkəzi Chonjiyesida cho'ng 3 ko'chaning nomi o'zgartirilgan. Atab o'tsak, Nurshidin Appazov ko'chasi Abay ko'chasiga, Abdullah Ruzbaqiyev nomidagi ko'cha Muqagali Maqatayev ko'chasiga va nurg'un yillar Uyghur nahiyəsinin hokimi bo'lgan Kental Islamovning ko'chasi Al-Farabi ko'chasiga o'zgartirilgan. Mazkur o'zgartishlar yezib fuqarolarini shu vaqtida xotirjam qo'ymagan edi. Bu haqida kanalimizda to'liq atayan reportajni ko'ra olasizlar. Xalqning talabi bilan shu chaqda yanada mazkur shaxslarning ismi yangi ko'chalarga berilgan. Bugun Uyg'ur nahiyasiga bo'lgan ziyoratimizni davomlashtirish jarayonida biz Kental Islamovning nomiga atalgan ko'chaga kirib ketishni to'g'ri ko'rdik. Ammo yezib fuqarolarini xafa qilgan ahvol shuki, hozirga qadar bu ko'chaga hatto qo'yiq uylar silinmagan. Turg'izilgani bor yo'q 4 uy. Ko'cha yezining yangidan qurilgan ixcham nahiyasiga joylashgan. Yezib fuqarolarining umidi shuki, nahiya taraqqiyotiga zo'r to'hfa qo'shgan mazkur yurtning faxriy fuqarosining ismi bilan atalgan ko'cha mushundaq holatda qolmaydiganligidir. Kental Islamov o'zining mutaxassis, rahbar va inson sifatidagi oliy xislatlari tufayli xizmat palanpaylaridan nihoyatda tez o'rlagan Uyg'ur farzandlarining biri bo'ldi. U 30 yashil nahiyalik partiya komitetining ikkinchi, ko'p o'tmayla birinchi katibi bo'lib saylandi. Ve to'g'ri 10 yil davomida Uyg'ur nahiyasining taraqqiyotiga bevosita rahbarlik qildi. Aytmoqqa qalsan, bu qayrilish ichida nahiya to'liqsiz darajada o'zgardi. Uning har adam keyindan kulamas gul qoldirish kerak degan so'zini zamondoshlari elimi tilga ilishidi. Marhumning so'zi bilan ishi naqadar uyg'un ekanligini isbotlaydigan yorqin misollar sonsiz. Shularning biri hozir o'zining ismi bilan atilishga boshlagan Aqto'be kanalining qazilishi. Bu haqiqatan nihoyatda nurg'un chiqim to'lab qolgan ish edi. Kental Islamov unchalik aqchini birdan bo'lish qiyinligini oldin ola tushunib, kanal orqali qanchalik yer o'zlashtirishga, u yerda qanday ziroat o'stirishga bo'lganligini va uning davlatga qanchalik foyda keltirganligiga hammaning ko'zini yetkazdi. O'zi dastlab chelakdan uzum chiviqlarini kelib, hozirgi Shirin uzum sovxozining yerida ozg'ina suv bilan tirikchilik qilayotgan Emgak kolxozining brigadasiga tikib ko'rdi. O'ylandırgan bir savol, bu ko'cha qachon avatlanar? Ko'chaga istirohat beg'i yoki haykal qatorliq madaniyat elementlari qo'yilarmi? Faqat millatimizning emas, balki xalqimizning faxriy fuqarolari bo'lgan Hoshim Arziyev, Yunus Rajibayev qatorliq shaxslarga ko'rsatilgan hurmatga Kental Islamovning sazovar bo'lishidan xalq umid qildi. Shahzod Osim Ramil Azizov, Atayan Qozog'iston Uyg'urlari Tor televiziyasi uchun. Uyg'ur nahiyasida yana bir to'y nishonlandi. Bolpun u İlə Bəxtiyanın 90 жыллығы. Chonjiyesidan başlanğan mərkilik işləri şairдің ana jurti Cho'ng dixanda davam qıldı.
Институт востоковедения имени Сулейменова 28 октября провел международную научно-практическую конференцию на тему «Тюркский ренессанс в контексте интеллектуальной истории Центральной Азии». Конференция организована в рамках разрабатываемого одноименного научного проекта и посвящена 70-летию руководителя Центра уйгуроведения Института востоковедения имени Сулейменова, профессора, руководителя проекта Каримовой. К участию в конференции были приглашены казахстанские и зарубежные ученые, преподаватели вузов, специалисты, докторанты и магистранты. Тематика, я об этом говорила уже в выступлении, она посвящена нашему завершению нашего проекта, который называется «Тюркский ренессанс. 10-16 века в интеллектуальной истории Центральной Азии». Türk halklarınınki 10-cı hem 16-cı əsr arasındakı Türkiye uyg'unish davri deb ataymiz. Buni cho'ng taraqqiy qilgan bir davr, bir necha davlatlar paydo bo'lib, dunyoviy taraqqiyotga o'zining ulushini qo'shgan davr bo'lib hisoblashgan. Buni Turkiy uyg'unish davri, shu davrni o'rganish, qayta o'rganish. Unda o'g'ni ko'plagan keyingi vaqtlarda tadqiqotlar chiqdi. Ko'plagan olimlar har xil fikrlarni aytib bu davrga oid. Endi shu davrni bir butun shaklda tonish, qaytadan uning ustidan qaytadan o'ylash masalasi nihoyatda muhimdir. Chunki bu turk uyg'unish davri bugungi kunga ham nihoyatda hojat, aktual bir masala. Shu sababdan bu Risolat Osman qizi Karimova yetakchiligida nihoyatda cho'ng bir proyekt ishlandi. Председатель городского совета матерей города Алматы при АНК Махинур Исраилова получила государственную медаль «Шапагат» за активное участие в реализации социально значимых проектов и мероприятий, направленных на продвижение общественного согласия и общенационального единства. Это огромная честь для меня. Очень приятно, что наше государство ценит труд и старания. Это послужит для многих нас мотивацией работать дальше и вносить свой вклад в развитие и укрепление единства и процветания нашей страны, говорит сама активистка. Екімдік айының 23-24 күндері Алматы шәһәрінің Алаш футбол мейданында Қазақстан Халық Ассамблеясының әзасы, Cumhuriyetlік этно-мәдениет мәркізінің Али Кеңеш рәйісі Долқынтай Абдылхелінің хамилығыда Мәзгіл кубогі 2022 мұсабықысы өткізілді. 2 күн давамлашқан чемпионатта ғалыплайыны қылынып, maddi və mənəvi соғылар білән тәқдірленді. 2 ноября в Центральном музее прошло открытие выставки «Эхо веков», где широкая общественность познакомилась с исторической ролью женщины в современном мире. Выставка была организована Общественным фондом «Галерея современного искусства Дуния Арт» при поддержке городского этнокультурного центра уйгуров и Совета матерей при культурном центре. Мұш күнләдә Гончы балалар журналы өзінің 10 жыллык тәвәллүдне каршы алды. Шу мөнәсәбәт белән Cumhuriyetlік достык уеның дүгләк залда мәзкур матбугат хадимлары, зиялы әхли ва журналның кичек достары баш кушты. Толык атаян репортажны кейинги санымыздан өткізіп алмаң. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан уйгурлары с программой «Новости». Здесь делают честные новости. Біздің программамыз мұшының білән тамам. Эфирда болған Қазақстан уйгурлары каналы хәбәрләр программасы. Сәмми хәбәрләр біздің каналымызда.